Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan tarixiy roman Bayavandagi Gulxan. Avtori G'ulam Umar. Birinchi qism. Birinchi bob. Davomi. Uchinchi. Bachang tarafda tang shafqining qizilligi rangsizlashib, oqirib berayotgandala soy bo'yida o'choqlar tutashga boshlagan edi. Bozor atigini bo'lmagan bu kunda soy bo'yida bo'layotgan bu harakatlar yurtda so'zi o'tadigan odamlar tarafidan bu kun No'ruz faoliyati qilinadiganligi jazmlanganligidan edi. Lampunchilardanmi yaxshiroq do'qmushdan o'rin ilishni ko'zlaganlari g'altaklarini so'rab, o'zi aplik deb bilgan joylarga to'xtatib ulgurgan edi. Kimlardir soy ichidagi kalkun qum tashlagan yerlarni tuzlab qo'yganligi bu yerda chilish havaskorlari uchun hozirlanganligini bildiratdi. Yurtlardan bundaq kunlarda palvonlar bir to'p ixlosmanlarining oraga elib olib, yaqinchilik qilishlari ichida bundaq so'rinlarga kelmay qolmaydi. Hammada yengish istiki bo'ladi. Birlari oldingi qatimliq mag'lubiyati uchun o'ch ilishni ko'ngliga pukib keladi. Bundaq chog'larda qonliq jidallar bilan tugaydigan bu palvonlik talishi uzoq zamonlar uchunmi yurtlar aro ziddiyat uruqi bo'lib qoladi. Dаңлıq qo'chqarlari bo'lganlar, dаңlıq xo'rozlari bo'lganlar, dаңlıq ishlari borlarmi bu so'rinda o'zini ko'rsatishni qo'ldan bergisi kelmaydi. Hatto hayvonlari so'qishga silishning orqasidanmi qonliq jidallarga ketiladi. Bu musobaqalarning orqasida tangilar, qo'ylar, hatto tilla yoki otlar qo'ldan qo'lga o'tadigan qimor yotadi. Ammo nihoyatda ko'p sonni tashkil qiladigan avom uchun yanala bir ko'ngil echish so'rini, yilda bir qitimlab bo'ladigan ma'naviy huzur edi. Bolalarmu o'z tangtishlari bilan cho'nglar musobaqalashadigan hamma turlar bo'yicha o'yinlarni boshlab o'tadi. Ularni asosan ba'zi sho'x, sayoq yigitlar xuddi itni kishkishlagandek bir-birlari bilan yo chilishga saladi, yoki mushlashga saladi. Kimnidir chiqib olish, kimnidir ezib olish bilan go'yo xumori chiqadigandek ichi qoraliq düşmanlik toplumini çulğuvalgını oçuq bilinetdi. Dostanılık, qarindoshlik nihoyatda tor doiralarda qapsilib qolgandek edi. O'qimishliqlarg'imi o'zlariga yarasha so'rin bo'ladi. Ilmiy muhokamalar, mulohizalar yoki ma'lum bir klassikning biror asri haqidagi talash tortish, mushoira, lapar aytishlar o'qimishliqlarnimi ozdir ko'pdir xumordan chiqaradi. Odamlar g'o'ldashga boshlashi bilanla u yer bu yerda to'plar shakllanishga boshladi. Har kim o'zi qiziqqan to'pqa boradi. Kimlardir bir necha bolani chilishga silib qo'ygan edi. Kishilar rasmiy palvonlarning chilishi boshlangacha odatda so'rinni mushundoq shakllantiradi. To'plar orasida putlashib bir oshiq mungluq hukmat etib yuradi. Uning hukmati uzoq o'tmishdagi azobliq jarohatni qayta yengilagandek ochiq bir lazzat, tragediya lazzati beradi. Afsuski, uning aqli bejirim bo'lmag'achqa, ha degandila hukumatni kesib, xalq naqshlaridan biriga burilib ketdi. U to'pdan to'pqa o'tib, har to'pda eng dastlab o'ziga nima ta'sir qilsa, shuningga ko'ra bir nimalarni deydi. Yoki faqat oshiqlarla tushunadigan g'alati tasavvuri bu ta'sirotdan boshqa bir turlik inkos tug'dirib, u ana shuni ifodalaydi. Ko'rgini bilan da'vatqinining aloqasi yo'qdek, tozmu kalla desa paqalchoq degandek ko'rinsimi, diqqat qilinsa uning orasida sirliq bir bog'lanish, g'alati munosabat borligimi seziladi. Go'yo bu o'qimishliqlar so'zlaydigan ulanma tasavvurdan ana shundoq chatoqlab ketgandek. Ko'zanga qaravoy, sarang so'lamchi degan ochiq haqorat oshiqni mangditib qo'ydi. U bir lamponchining harvasiga putlashib ketgan edi. İştipoq emasda sen so'lamchiga nim bordi? Anchilla tilimsanchu, ukamoy. Allohning oshiqini, Alloh sen bizni ibrat olsin, tavba qilsin deb yaratgan farishtadak bir jang'u bu. Hech kimga zarari yo'q. Manga ava, falon to'la debay ishon qila, yili bekor xamrini yarman. Manga qara, bo'ldi qiling. Gap qilmay, mayanmingga. Uni birsi yangidan tortdi. Bilmamdingiz bu bozorlik ushuqlarni, dadisi xotiningni deb tillaydigan yavoyi eshaklarni bekordan atigandila o'zingizni ranjitib oldingiz. Yo'q deyman ha? Shish,
Üningizni chiqarmang, xushalg'ay deng. Xushalg'ay atush şevisida Al-Hazar Xudoning o'ziga omonat ma'nilarini berdi. Dadisi bilan bir tavkada o'ynaydigan bu qiliqsizlar bilan tang turg'ul bo'lamti. Hali hammasi humurilib keladi bu haqning. Asta yo'lingizga minging. Rahmon saramo shularning o'zidan o'zlari chiqishib oladi. Siz biz aralashmasaqmi? Bularni balaga qo'yg'uchi Rahmon sarang bo'lsa, amdilatin top bo'lishayotgan pokiz salilarni o'rab, ratlik kiyingan o'qimishliqlarning to'piga berib bo'lgan edi. Assalomu alaykum, xaliftim. Sizlardek mo'tvarlarga bundoq so'rinda nim bor? Dedi u qushliq soqol, avaqroq kelgan o'ttir yoshliq bir kishiga ta'zim bilan salom qilib. Salopatlik odam bir oz mangdab qolgandek bo'ldi. Ammo u tarbiya ko'rgan odamlardek samimiylik bilan Rahmonga javob berdi. Xalq bor yerda bizmi bo'lmizda, Rahmon axun. Nimishki bizga yarashmas bo'lib qoptikan? Nag'mi navo, usul samo, jidal majra bo'ladigan yerlarda deyman-ku. Rahmon amdi tamoman normal odamlardekla so'zlaydi. U ana shundoq ba'zi chog'larda ajoyib cho'nqur fikr qilib ketadigan, kishilarni o'ylantirib qo'ydigan bo'lg'achqa, ba'zilar uni yolg'on sarang, jahon sarangi debmu qaraydi. Shunga uni kamsitib, sarang deyish o'rniga oshiq nomini qo'llanadi. Manga bo'lmasmi, yosh taliblarim bor emasmi? Ularni elib kelmasam, ko'ngil yerim bo'ldi-da, dedi Xalpat yana shundoq samimiy ohangda. Ammo uning bu bahonasida yana zamonasining rasmlashgan qatmonliqlaridan yiqqini, shunga biror ishni sabab qilib ko'rsatmoqchi bo'lganimi bilinadi. Rahmon bu yerdami chapsanla zerikdi va bu so'rin tufaylimi Aytavur Abduqodir Damulla haqidagi marsiyalardan bir necha kupletni vaqirg'ach ketib qoldi. Assalomu alaykum, Toyir xaliftim. Rahmon oshiq bilan bak so'zlashib ketibdi-ku. Bu salom qushliq soqolliq vijik xalfatni mangdetibatdi. Voy, Nizomidin-ku bu. Sizmi kapsizda? Nizomidinmi bolalarni bahona qildi. Balalar qo'ymadi. Necha kun bo'lgan, bosh og'ritqili turgan. Oxiri qutulolmadim. Ammo u o'zining tomoshaga kelgan aybini bakmu oqlab ketmadi. O'zimmi shu hapsilardek fikr sohiblarini xumardab, uchrab qolsa birdam yerimdam ko'ngilning xumarini bosarman deb umid qilib kelgan edim. Mana yo'lim ochiqkan. Atganda sizlarga yo'l uqdim. Manmi shu, dedi Toyir Xalpat ochiq yo'riqlik bilan. Amdi hech bahonaga o'rin qolmagan edi. Texi bolalarimga No'ruzlik qarzim bor deslar. Ularga bozorda biror nazmichi birodar uchrab qolsa, yozdirib berarman deb va'dim qilgan edim. Qarg'anda bu va'damdimi osal bo'lmoqdakman. Ha, sizning qasdlari nimaligini bildim. Ammo men nadimi nazma butkudek bo'lay. Bahoni ko'rsatmaslar, meni osal qilmaslar xaliftim. Ular ichilib so'zlashayotganning ustiga g'ini boshchiligidagi bolalarning hammasi soy bo'ylarini bir aylanib o'tib yetib kelgan edi. Nizomidin ularni ko'rsatib davom qildi. Mana qarzigilarimo kelishdi, deb bolalarni ko'rsatdi. Toyir Xalpat madaniy odamlarning odatiga uyg'un muloyim, otalarcha va samimiy talaffuz bilan bolalarni bir qur erkilatib, ismlarini so'rab tunishib chiqqandan keyin ammo noumid bo'lishga o'rin yo'q. Mening koni taliblarimdan birisi bor. U hozir O'ngruqda Mamtimin Sopizodida o'qiydi. Anglasam uni qaltis she'rlarni yozadi deydi. Ammo o'zi bek tortinchoq bo'lg'achqa men texi ko'rib boqmadim. Inim va uning bir necha do'sti bugun meni uning uchunmi bu yerga oldirib keldi. Uni mushoirga tushirarmish. Mana bu bir yaxshi gap ekan. Qani ular? Bu yoqqa kelsizlar. Toyir Xalpat bir to'p yoshning yeniroq surildi. Ular nima to'g'risidir talishib, qizishib so'zlashyotdi. Mana bu mening inim, Ablimit qori. Ko'rishganmidlikin? Balkim aslarda yo'qdi. Mavsi ili ustining Muhammad qori. Bunisi Sabit qo'shnimiz. Haftiyak bilan Qur'onda menda o'qigan, amdi meni yaratmay O'ngruqqa beryotdi. Bu gapdan keyinla Polampay harakatlar bilan Nizomidinga qo'l uzatgan bastlik, qo'pol usqan yigit, bastiga yarashmagan bir xil nazokat bilan qizirib, ustozning chaqchiqidan ujuqibla ketgachga Nizomidinga tuzukroq salom soatmu qilmay,
miyiqida kulginicha tikilib qoldi. Ablimit qarinig'u ko'rganim esimda, Sabit qarin bilan tonuşup qilishga nisib bo'lmabdikan, dedi Nizomiddin. Ammo uni Sabit apandi desizlar, texmi uyg'un keladi. Sizning ini mamtiliga o'xshab ketadigan taraflari nurg'un. Ha, manda desizlar, dedi Nizomiddin va inisining ismi chiqishi bilan yana tini shu qilib yinib ketdi. U darhol gapga kirishib, bu yarini unutish uchun sizlarga mening shu bolalarimning bir iltimosi bor. Ammo bundaq degili tursam yana assalomu alaykum desa, ha iliqi 5 tangamni berib o'ting debdi degandek tushunib qolmang. Bu bir ehtiyoj, ya'ni bolalar No'ruzlik yezib berishga qistab holimni qo'ymagan edi. Endi mana shuningdan bir qutqusizda. Sabit yana qizirib ketdi. Tartinchoqlik bilan dug'duyib, na o'zirxolik e'tibrat qilishni, na xushxuy odamlardek chatoq yo'q deb kulka bilan o'tkazib o'tishni bilmay mangdab turadi. Ablimit qori so'z qilib, nazmi qo'shoq deganning podsholari keladi-g'o hili, dedi. Ya'ni kimlar u? Tayir xalpat tushunolmay. Tejandin Mulla Aziz Damullamning o'g'li Ahmad Maqsum keladi. Ishtachidan Cho'ng'axunbayning Abdurahmonlari keladi. Yana boshqa biz bilmaydigan shoirlarmi kelsa kerak? Ha, mana endi bildim, dedi Tayir xalpat. Sabitni mushoirga hozirligininglarning tigida gap bor ekan emasmi? Anglagan, silmu bilila, dedi u Nizomiddinga. Cho'ng'axunbayni Qari shahardimi nurg'un yer zaminlari bor odam. U hamma bolalarini obdan yetishtirib ekan. Cho'ng o'g'li Abdukarmaxunmi, ikkinchisi Abdurmaxunmi qalamda yetishganlardanmish. Mana bugun nisb bo'lib, bularning karomatini bir ko'rib boqadiganmiz-da. Yaxshimi kaptiman? Endi kelginimdan rozi bo'ldim. Ahmad Maqsumnigo obdan bilaman. So'rini bor yigit, fikri o'tkir, she'rlarini ko'rganman. Ammo sizlarning ichinglardan jidal chiqatmas, bu ishtalashtirdiganlardek. U chaqchaqdek degan bo'lsa-mu, jamiyatning buzuqchiligiga, mehri muhabbatning sunib, dushmanlikning ig'irlab ketayotganiga bo'lgan ichinish ohangidan bilinib turadi. Sabit savoqdishi Ablimit qori bilan Muhammad qorining zo'ri bilan bolalarga biror kupletdan No'ruzlik yezib berdi. Ammo uni do'stlarga ko'rsatmayla, balalarning qo'liga tutqizib neri ketkizatmoqchi edi. Muhammad qori yipishqoq mijozi bilan uni ko'rmagicha qo'ymadi. "Mana qarang, xalpatim", dedi u balalardan ilib olgan qog'ozni Tayir xalpatga tanglab. "Talipingizning karomatini ko'rib beqing. Balalarga yozgandikin deb tepma halol qilibla qutulmay, qarang qandoq yezib etgan. Bo'ldi qila, tozimi?" deydi Sabit uni ustozning ko'rishidan to'smoqchi bo'lib. Avval Nizomiddin elib Tayir xalpatnimi, Sabitnimi xijolatdan qutqazdi. Nizomiddin ancha jiddiyatsiz holda ko'z yugurtib ko'rib, yuragida nimadir davolg'ib ketgandek bir sezim bilan Sabitga bilindirmay bir qarab etib, "Balalarga bu qarzga bo'g'ilib, tozimi beshim qatgan edi. Ajabmi qutqazdingiz meni? Alloh rahmat qilsin", dedi u. Uning rosa maqtig'isi bor edi-yu, Sabitni tanglikka solmaslik uchun oddiyla rahmat aytish bilan cheklandi. "Men bularga o'zim yodlataman", dedi Muhammad qori. "Kelinglar, men o'qib beraman, sizlar yodlaysizlar." U balalarni chetkirak ilib ketdi. Bu uning yipishqoqligi uchun Sabitning sat ko'rmasligini ko'zlab qilinayotgan yog'machiligi edi. Sabit buni tushunib kulib qo'ydi. Bu jarayonda yig'iliqlarning avvalida bo'lganidek No'ruz kayfi sayni o'z quchqiga olgan edi. Allaqayerda ravabning jarangliq ovozi bilan billa el nag'michilarning xalq naqshlari yangrashga boshlagan edi. Chilish so'rindagilarning shavqunlari yuqori pallaga chiqqan bo'lsa, ittalashtirish so'rinidan itlarning qavishi va kishilarning afsona tillashlari anglanadi. Mushoira boshlash uchunmi avval balalar kichik talibchaqlarni o'ttirga ittirib kirgizib, No'ruzliqlarni o'qishga zo'rlashdan boshlashdi. Dastlab har kim tortinish bilan terajab maydonga tushgili unmagan bo'lsa, g'o'ra-g'o'rini ko'rib olyapti degandek bara-bara navbat talashish vaziyati shakllanadi. Balalarning No'ruzlik o'qishlari ustiga zikri kechgan Ahmad Maqsum, Abdurahmon, Muhammad qori degan o'xshash ismlikdan yana ikki yigit tarafdan kelishib to'pqa qistaldi. Tayir xalpat va Nizomiddinlar
bu yosh yigitlar bilan ko'rishdi. Bakrak ta'rifi bo'ladigan Abdurahmon yuzini donxurak bosgan bo'lishiga qaramay, bu donxuraklar xuddi yigitlikning kam bo'lsa bo'lmaydigan bir tarkibidek yarashgan qizg'uch chiroy yigit edi. Bir ko'rishdila Nizomiddin uni yoqtirib qoldi. Uningda cho'ng kishilardek salofat, yiqimliq va ig'ir besiq mijoz ajoyib jipslashgan bo'lib, cho'ng kishilarmi uni tang tushmikin deb qoladigan bir xil ta'sirotga kelib qoladi. Ikki Muhammad qori Suntag'dan kelgan edi. Biri ravob, tambur deganlarni o'ynatibdi. Helimu u tamburni ko'tarib olgan edi. Shoirligi haqida ta'rifi bo'lingan yigitlarmu Nizomiddin bilan tanishganidan mamnun bo'lishdi. Chunki Nizomiddinmu zamonasining uqumushliqlaridan sanaladi. U bir zaman Tag'isi Tashaxunimning savdo vakili bo'lib, ruslar bilan birga ishlagan bo'lg'achqa ruscha biladi. Bu hol uni yoshlar ichida mashhur o'ringa ega qilgan bo'lsa, yana bir tarafi uning inisi Mamtili tufaylidan edi. Bir zaman yulduzdek chaqnab o'chgan bu yigit haqida yurtda ko'p hikoyalar bor edi. Shunga hamma Mamtili apandi degan qandaqroq odamkin, mushu aksiga o'xshamdikin deb uningga qarshib qo'yatdi. Bugunmu yoshlar uningdan inisi haqida gap so'radi. Hamma uni chet elda ilm tahsil qilyotidi, keyin qaytib kelib yurtga xizmat qiladi deb bilgachga, uning qachon keldiganligi, nalarda yurgini haqida so'rab ketishdi. Balalarning No'ruzluq o'qishi qizig'ili turganda Nizomiddin balalarni maydonga undidi. Ular sal tartinib tursa-mu, yanala maydonga chiqib, qo'llaridagi sabit yezib bergan nazmlarni o'qidi. Ularning o'qig'ini keyin kelgan yosh taliblarni hayron qoldirdi. Bularni Mamtil apandi yezib berib ketmagan bo'lg'aydi, dedi Abdurahmon chaqchaqqimu rostqimu o'xshamaydigan ahongda. Sabitning chaqchiqi bo'lmamdi, dedi Muhammad qori do'sti bilan iftixorlangan holda. Chaqchaqning o'rinda mushundaqla ilmab qo'ysa, ashunchalik chiqib qoldi emasmi? Hey Sabit, dedi Abdurahmon o'ziga da'vatgandek. Hamisha bir qiliqi bilan tokkida o'ttirga chiqib, odamni hayron qoldirishga ustida. Bizlari bilan bugan mushoirda tutishmoqchi, dedi Ablimit qori Ahmad Maqsum bilan Abdurahmon orliqida turib, faqat shula anglag'idek qilib. Shundaqli bo'lsa yaxshidir-ku, ammo uni o'ttirga chiqarg'ili bo'lmasmikin, dedi Ahmad Maqsum. Bu yiqini Muhammad qoriga qo'yib o'tinglar. U chaplashqoq bir nimlar qilib uni chiqiradi. U qizitishning ipini biladi. Amdi yosh taliblarmi biror she'r o'qib bersa degan kirish so'z bilan mushoirni boshlatish uchun oldi bilan Suntag'liq Muhammad qori tamburni sozlab bir pada chaldi. Kimdir tepib kelgan dabni yana Muhammad qori chaldi. Mung bilan xaloyiq diqqatga kelgan fursatda dab chalgan Muhammad qori ko'pchilikni diqqatga undab, "Amdi yosh taliblarimizdan nazm anglab baqayli, qandoq deysizlar?" dedi. Ko'pchilik tartibsiz so'ransilib, olqish yangratdi. Tartinmaydigan havaskorlar o'ttirga chiqib, she'r o'qishga boshlagandila, Muhammad qori Sabitning biqiniga kirib olib, uni bilishga boshlagan edi. Laparlar, she'rlar o'qilib, hatto zo'r olqish ichida Abdurahmon va Ahmad Maqsumlarmi No'ruzga atgan nazmlarni o'qib bo'lgandan keyin Sabit aran ayvashga keldi va qizargancha o'ttirga chiqdi. Birinchi misrani tartinish ichida xirildab, ovozi aranla anglangudek boshlagan Sabit barbara shu so'rinni tamoman unutib, o'zining she'riy olimiga parvoz qilib ketgachga, qizib ketganidan shundoq go'zal ahongda o'qidiki, she'r tushundiganlarning yuraklarida issiq iqim tiniga yamrab, ko'zlari yoshang'irab ketishdi. Kimdir uning she'rdan to'xtab qilishini xohlamagandek, orqadan bir nima devidi. Sabit uningga javoban bir radiya she'rni hozir javoblik bilan shu andala to'qib o'qib ketdi. Hammadan bak so'yinib ketgini Abdurahmon edi. Chunki u hammadan bak tushangini she'rning ahli edi. U Sabitni mursdan mahkam qamallab silkitib, mamnunligini ifoda qilibdi. Oraga kirgan Muhammad qori, "Do'stimiz qandoq ekan?" dedi. "Hammadan mo sening uni qandoq qizdiqining qizdiq tuyulyotidi. Shuni bizga aytib bergina", dedi Ahmad Maqsum. "Bu bir sir, ammo savolimga javob beringlar. Do'stimiz qandoqroq ekan?" takrorladi u. "Deyman-ku, u har zamon kutmagan bir yerdan chiqib,
odamni hayron qoldirdi. Tahir Xalpatning chehrasidimi shogirdi quchgan sharafga bir haqdorlik iftixori bilinadi. U Nizomiddinga qandoq degandek qaradi. Nizomiddinmi unsiz kulimsirash bilan bosh ling'ishtirib qoyilligini ifodaladi. Ortiqcha maqtashlar bilan Sabitni xijolat qilmaslikni o'ylagan edi. U mana shundoq deb xulosaladi Ablimit qori. So'zga kirishib olg'ucha qiz boladek uyatjon, qizishib ketgandan keyin hech kimga na yo'l, na gap bermaydigan Mamadona. Әмді yana tamburchi Muhammad Qarni bir pədə çilishqa ündəşdi. Davamı var.